borsan, hayotimda borsan, yuragimda doim sen yasharsan. Borsan, hayot. Bu meni atirim. Nima qilibdi? Prosta sizni atiringiz zo'rda. O'zingni shuncha atiring turibdi, o'shani sep. Prosta sepsam, mendan sizni hidingiz kelib turadi-da. Sog'insam, yillab yuraman. Bahonam tayyor turadimmi? Voy, padiz yomon ham changib ketibdi-ye. Nima meni tapchikam kiyib olding? Sizniki qulaydi. O'zingni shuncha tapchikang turibdi. Menikini changitib kiyma, ha? Meni qadr-qimmatim bitta shu tapchikangizdan ham basmi? Bo'ldi, yig'lama faqat. Bo'pti, ber tapchikam ketishim kerak. Gapirmang menga. Unqu artilmagandek changib ketibdi-ya. Voy. Nima meni trikon bilan rubashkamni kiyib olding? Ha, nima qilibdi? Sizniki qulaydi, yumshoqqina emasdi. O'zingni shuncha kiyiming bor-ku, jon xotin. Nima siz mendan o'rganyapsizmi? Irganganim yo'q. Faqat chang pol artganda kiyma, baraka topkur. Ajab bo'pti. Xohlasam kostyum-shumingizni kiyib, musor to'kib kelaman. Oyog'ingni urib sindiraman. Eshikni kuch halol go'sht harom ekan-da, boring ketaman. Bo'ldi. O'zimni xotinim. Hamma narsam sizniki, maylimi? Kostyum-shumimni kiyib xolasang ovqat qil. Yig'il. Qara menga. Qara menga. Hayat şaşırttı hep zaten. Ben bittim giderken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. İşi. Voy, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Voy. Voy, shunaqa mazam bo'lmayapti. Hozir o'lib qolaman. Ha, tinchlikmi? Tinchlikmi? Ko'rmayapsizmi, mazam bo'lmayapti. Voy. Bo'pti, ovqat qildingmi? Ovqat? O'zi o'lolmayapman, siz ovqat so'raysiz-a? Ay. Ertalab yaxshi eding-ku. Bilmadim, yaxshi edim. Shu birdan mazam qochib qoldi. Uy ishlarim rosa ko'p edi, qila olmadim. Voy, sizga ovqat ham qila olmadim-ey. Balki qorning ochdir. Yur, restoranga olib boraman, demaysan? Voy, bilmadim, shashlikmi, tabakami farqi yo'q. Bo'pti, yur, restoranga ovqatlanib kelamiz. Voy, kasal odam qo'ymadingiz-ey. Voy, bo'pti, hozir kiyinib chiqaman, kutib turing. Voy. Jonim tayyorman, ketdi. Sen. Voy, kasal odam ham sarson qildingiz-ey. Bormayman desam, bahona qilding deb xafa bo'lasiz. Bo'pti, yuring, ketdi. Voy. Ehtiyot bo'l. Yaxshiman, boramiz, ketdik. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim giderken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Endi muxlislarimga nima deyman? Erkak ayollar bormi? Menda patishlaringda. Endi mendan katta bolam gapirmayapmi? Sizni manda uyat yo'q, mana uyatdan ketib qolgan. Bilishadi, tilimdan gapirolmayman. Ham urushaman, ham erkalaman. Burnimni tagiga tiqib kelma, kamerani ol. Ha, men ajrashdim, hurmatli ayollar. Erimmi xiyonati sababli bizning oilamiz buzildi. Men sevishib turmush qurgandim, bilasizlar. 7 oy yashadik, hozir qornimda bolam bor. Va men ajrashganimdan umuman afsuslanmayman.
Men o'ylayman, qonimdagi bolamga ham ota, ham ona bo'lib katta qila olaman. Men kuchliman. Meni hayotim go'zal va men hali ko'p ishlar qilishim kerak. Tushunasizlarmi? Hozir eshik jilinlab qoldi. Yana istoriyaga aloqaga chiqaman sizlarga. Xo'p? Sizlarni yaxshi ko'raman. O, jonim keldingizmi? Menga qara, olib tashladim istoriyasiga. Nimaga? Va odamlar telefon olib tashladi menga. Rostdan ham ajrashdingmi yo'qmi deb. Ha, ajrashdim, devor o'rayman, o'zi PR qilyapman. Shunaqa prosmotrim bomba bo'lyapti. Shuni jirtvani yopib oldim, ayollar rahmi kelib shunaqa yozyapti. 15 kundan keyin erim yalinib keluvdi, rahmim kelib kechirib yubordim. Rosa cho'qindilar-da, devoraman. Bo'ldi-mi? Nima so'raganmiding? Ha, shuni so'radim. Qorningga nima tiqib olding? Yasov tiqib oldim-chi, o'qimi qilas? Telefoning qani? Bo'ldi, bugundan boshlab telefon ishlatmaysan. Voy, nimaga ishlatmayman? Mana nima qildim sizga? Mening telefonimmi? Sen yig'lasing, ham odam ishonmaydi. Voy, nimaga ishonmaysiz? Mani ko'z yoshlarim oqyapti tim-tim. Bu yoqqa keling. Oh, erta yotgin, erta turgin, yotmasang g'aflatda ham. Voy, erta yotgin, erta turgin, yotmasang g'aflatda ham. Voy, erta yotgin, erta turgin. Oyjon, erta sahardan nima qilibsiz? Erta sahar? Soat 6 bo'ldi, kelin. Voy, odamlar qancha ishini bitirib bo'ldi-ya? Yotibsizlar, nas bosib. Turdim-ku, oyjon. O, bugun tushimga onam rahmatli kirib qopti-da. O'shangiz chiqarib holva taqavyapman. Ana qo'ni-qo'shnilarga tarqatib yuborasiz. Keyin eshik derazalarni ochib tashlang, skvoznak kirsin. Ertalabda havo kirsa uyga fayz baraka kirib keladi. Qani bo'ling, shattilning. Xo'p. Hay, kelin. Labi oyjon, nega spirga bu yoqda tikka turibdi? Hozir podizlarni spirmoqchi edim. Spirgini tikka qilib bo'lmaydi. Ins jinslar kiradi uyga, hamma. Xo'p, oyjon. O, bu uyda hamma palakat bosgan. Hay, Hoshimjon bolam, pichoqdan narsa kesib yeb bo'lmaydi. Nega? Jinlarning g'azabi keladi. Xo'p, oy. O, bular baloni ham bilmaydi-ya. Nima qilyapsiz, kelin? Tirnoq olaman, oyjon. Ay, shomdan keyin tirnoq olib bo'lmaydi. Voy. Qaynonasi o'lib qolar ekan. Rostdan shunaqami? Unda o'ynaman. Ay, musor tashlama. Quyosh botgandan keyin axlat tashlasangiz, haqiqatda har xil fasod bo'xtonlar paydo bo'lar ekan. Qaq tashlayman-ku. Nima qatdan bilaman? Ko'tingga tiqib ol bo'lmasa. Menga gap topasan, to'jimini. Yomon jonga tegdi-da, irim-sirimlaringiz bor-ku. Bo'pti, yaxshi o'tiraydi. Mayli, yaxshi boring. Hay bolam, ostonada xayrlashib bo'lmaydi. No. Qatta xayrlashaman, o'yi ko'chada xayrlashmayman-ku. Ruhlar bezovta bo'lar ekan, bolam. Xayrlashma. Billing. O'yi, mana shu irim-sirimlaringizni yo'q, to'xtatasiz. Yo'qmasa men shu uydan bosh olib chiqib ketaman. Bilgan bo'xingni. Bo'p, shu bugundan boshlab irim-sirim qilmaganim bo'lsin. Bartur yo'qol, chiqib ket. Bor. O'tdi-da, qaroch. Voy, komosh barsitkam qolib ketdi, yo'q berib yubor. Hay bolam, yarim yo'ldan qaytib bo'lmaydi. Odam chichqoq bo'lib qolar ekan. Ha, kelin, uxladimi? Ha, uxladi oyjon. Ha, yo'rgilab qo'ying, tinch yotadi. Yo'q, yo'rgilamayman. Nega yo'rgilamaysiz? Pediatr aytgan oyjon, bola onani qornida erkin harakatlanadi. Tug'ilgandan keyin uni boylab qo'ymanglar, erkin harakat qilib uxlasin degan. Ha, pediatrizga kuydirgi chiqsin. O'zi bolami boshqa ish bo'lib qoladi deb beshovga yotqizmadingiz. Beshuv bolasi bek bolasi. Nima qilib yo'rgilab qo'ysangiz? Yo'q, yo'rgilamayman oyjon. Bilganingizni qiling. Voy, ana xotinini ushlab oldi. Ha, eriga to'ymagan qirchang'i-ya. Hay, kelin. Nima qilyapsiz? Immunitetga bolamga vitamin bermoqchiman, oyjon. Ha, nima qilasiz? Halitdan dori tiqib. Ha, tabiiy narsalar bering, immunitet ko'tariladi. Quyruq bering. Quyruq? Bilaq? Yo'q, o'zi pediatr bilib vitaminlar yozib bergan. Voy, o'tsin shu ximikat vitaminlaringizga, xommi? Bizning davrimizda pediatr degan narsa bo'lmagan. Yiliga 4 tani paqillatib tug'ib, soppa-sokotda qilib qo'ymiz, xommi? O'g'limi gormonlari yaxshi ishlaydimi? Oyjon, cho'tik ishlaydi. Ha, yashin. Hamma baloni ham bilamanmi? Sizlar bilasizlar-ku. Bitta sizlar tug'ib, bola katta qilasizlar. Yana boshlandi. Uflamiy, Jon Baydenning qizi. Og'zim kuydi-ya.
voy. Hay kelin, bu bola bechoraga ham ona sutini bering, smes beravermang. Ona sutini ham ichsin. Hamma vitamin, immunitet bu onaning sutidan. Emmayapti, faqat smes ichyapti-da, oyijon. Smes ichyapti. Boladagi aprisi yo'q. Tayyor butilkadan oqib tushgandan keyin emmay qo'yadi bola. Qorni to'ysa bo'ldi-yu, nima farqi bor, oyijon? Voy, gapam tayyor turadi bularda. Biz ekanmiz-da 4 ta bola tug'ib, cho'pil. 24 soat cho'pil. Sizlarning davringlarda cho'pil. Bizning davrimizda zamon rivojlanib ketgan, oyijon. Ha, rivojlanmay o'lsin. Shuning uchun ham hozirgi ko'p bolalar rivojlanmay, qoqindu bo'lib qolyapti. Yirgi tom bo'lib, laklashib. Ular o'ziga, men o'zimga bolamga javob beraman, xommi? Gap qaytaradi-ya, tojimini tasqara. Yo, meni gaplarimda zarracha haqiqat bormi, yo'qmi? Voy aytgin, menga voy sevasanmi sen meni? Aytgin menga, voy aytgin sevgilim. Esla seni, voy qiynalar qalbim meni. Aytgin menga, voy aytgin sevgilim. Voy ha, nega ulayapsiz? Ketaman. Voy tilginingizdan aylaning. Nega ketasiz? O'g'lingiz boshqa ayol bilan yozishmalarini o'qib qoldim. Voy yozishmay o'lsin. Kim ekan u qirchang'i? Men seni borib mo'rding buzib qo'yaman ko'mosh. Oyi bu men telefonimni parolini bilyapti. Parolini alishtirib qo'y. Voy. O'zi nega parol qo'yasan? Oyi, любой odam telefonida shaxsiy narsalari bo'ladimi? Parol qo'yadi-yu. O'zichi chapasi bor odam parol qo'yadi, xo'pmi? Men har kuni uyda ishlaringizni qilib o'tirsam, otangizni xizmatini qilsam, ko'nglimda bir yori, qo'ylimda bir yor ekan-da. Men shashula jazorda muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Voy suygan gulim. Oyi. Hozirgina indan qoling kelsin. Kelin jonga tegdingda, sevishib turmush qurding, ko'tingni qisib yasha, bir-biringni sevib. Bo'ldi. Men ketaman. Yashamayman, ajrashaman. Qizimsiz kelin, qayerga ketasiz? Ikkita bola bilan qayerga sig'asiz? Ketsangiz bir hafta 10 kunga keting mayli. Baribir ketaman. Meni hech kim bugun yo'limdan to'sib qola olmaydi. Men tirik ekanman, ikki dunyoda ajrashmaysiz, xommi? Oy, qiluqmi? Sevishmay yo'llarda qo'y. Bitta ayol bilan evlab yura olmaysan. Bunda barmoqda ochiladigan parol qilib qo'y. Ocha olmaydi. Uxlayotganimda bu barmog'im bilan ochyapti shuni ham. Unda qo'ltig'ingga parol qo'yib qo'y. Oy, nima deyapsiz? Qo'ltig'iga parol qo'yilmaydi. Mengacha ko'tingga qo'yib qo'y. Gap topma menga. Bor, yaxshilik bilan onasinikiga bir hafta 10 kunga tashlab kel. Meni ham shu asablarim dam olsin. Xotiningni ko'rsam, shu allergiyam qo'zg'atdi. Olibin deysanmi? Yo'q, yemayman. Unda zahar ye. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Voy ko'nglimda bir. Yig'ishtir narsalaringni. Qo'ynimda bir yor. Voy, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Voy. Voy, shunaqa mazam bo'lmayapti. Hozir o'lib qolaman. Ha, tinchlikmi? Tinchlikmi? Ko'rmayapsizmi, mazam bo'lmayapti. Voy. Bo'pti, ovqat qildingmi? Ovqat? O'zi o'lolmayapman, siz ovqat so'raysiz-a? Ay. Ertalab yaxshi eding-ku. Bilmadim, yaxshi edim. Shu birdan mazam qochib qoldi. Uy ishlarim rosa ko'p edi, qila olmadim. Voy, sizga ovqat ham qila olmadim-ey. Balki qorning ochdir. Yur restoranga olib boraman demaysan? Voy, bilmadim, shashlikmi, tabakami farqi yo'q. Bo'pti, yur restoranga ovqatlanib kelamiz. Voy, kasal odam qo'ymadingiz-ey. Voy, bo'pti, hozir kiyinib chiqaman, kutib turing. Voy. Jonim tayyorman, ketdim. Sen. Voy, kasal odam ham sarson qildingiz-ey. Bormayman desam, bahona qilding deb xafa bo'lasiz. Bo'pti, yuring, ketdim.
Voy. Ehtiyot bo'l. Yaxshiman, boramiz, ketdik. Mana anaqa podguznikchasini kiyg'izib qo'yaman. 5 xil olib qo'yganman. Eng kichkina razmer. Где-то bir 7-8 oylik bolaga, вообще-то 11-12 oylik bolaga ham to'g'ri keladi. Qaranglar, mana kiydirib qo'yaman. Mana shuni yumshoq havo o'tkazadi. Pampers уже yozdachi allergiya issiqlik toshiraveradi. Eng zo'r premium pampers ham bor-ku. Podguznikni kiydirib qo'yaman yozda. Birinchidan pampers ekonom bo'ladi, ikkinchidan bolamni ko'ti dam oladi. Siyib qo'ysa, yana boshqasini kiydirib qo'yaveraman. Buni yuvib quritib olaman. Ke bolam. Ke mana endi o'ynab yuraveradi. Men bilan o'ynashma, hozir men ham bo'lib qo'yaman. Mana bu hozir. Men bilan o'ynashma dedim. Pochchenchi, sen lalaligingda kelgan bilasanmi? Tavba qilib qo'rqitordingiz. O'tirgan. Menga qara. Pochchensan boru lalaligingda kelgan bilasanmi? O'tir, Mamatga gapiryapman. Pochchen bu yoqqa kelganda, Video olsin. yo'q, video emas, men narsa jo'natyapman o'rtog'imga. Keyin qara seni Esimda. esingdami? Neysan men gap qaytaryapsan? Nima pochcha bugun? Eshitding deb buni gapini, buni ichida dardini eshitding. Xo'p, nima demoqchi aytchi? Yegin kelsa. Asabimni bizga qilaman-da. O'shamanda. Qo'rqdim. Hozir aybing aytaymi? Ke boni bitta o'paman desam, qoching deb ketasan, kelmaysan. Voy, adasi ishiga qarab boring shundoq. Ha, pochcha, assalomu alaykum. Qalaysiz? Ha, yana keldingmi? Voy, astag'firulloh. Kelgan mehmonni ham shunaqa kutib oladimmi? Pochcha, qoching opam qani? Assalomu alaykum. Opa, Qalaysan, Bonu? Yaxshi keldingmi? pochcham xafa qilmayaptimi, pochcham? Yo'q, xafa qilmayapti. Agar xafa qilsa, menga ko'tiga atata qilaman. Xo'p. Ha, pochcha, uyingizga mehmon keldi, mehmon. Stolga nimadirlar zakaz qilmaysizmi? Shunaqa ham bo'ladimi, pochcha degan. Tavba qildim. Xo'p, bo'ladi xo'jayin. Nima yeysiz? Endi kartoshka fri, strips, ketchup, maruzniy, ice tealar, Kinder chipslar, endi sal farosatli deyishlardi. Qaynashingizman-ku. Unda menikiga ko'chib kelib, men bilan birga yashayver, Bonu. Voy, bitta opam berib qo'yibman-a. Mendan tiqsiz ketaman, men ketaman. Menga qarang, o'zi bir oylik bitta keladi, men singlim olib bersiz, olib beribsiz. Voy, seni singling 30 kun meni uyimda-yu. Nima deganingiz bu? Stop. Men ketgandan keyin janjal qilasizlar. Men narsalarni tez zakaz qiling, pochcha. Ushuma charchadim, bitta. Bo'lmasa buyurib olinglar. Zakaz qilib bering. Voy, xo'p bo'ladi ilon boshlab. Xo'p bo'ladi. Pochcha, hid bo'lmaydigan odam ekansiz. Opamni pasodanga berib qo'yibmiz. Men nima qildim? Aytgan narsalaringni olib kelib berdim-ku. Men sizga aytgandim-ku, kartoshka fri qani, ice tea qani, ketchup qani. Qo'shib bermabsiz-a, men nima qilay endi, Bonu? Men bu opchiga xuddi o'ziga o'xshab aynib qolganmi? Men bu opchiga narsalarni kim yeydi endi? Meni qadrim yo'qmi, pochcha, qadrim yo'qmi? Men singlim shunchalik qadri yo'qmi? Sizga frizer ketdi, nima olib keladi shu bolaga? Voy, onasi men aytdim ularga, fri so, ketchup so, hammasini so deganman, ularni esidan chiqib qolgan. Yo'q, ularni esdan chiqmagan. Siz olib kelgisi kelmagan shu yoqqa. Qo'lingni ko'tarma menga. Ko'taraman qo'limni. Og'zingni yop, mordangni buzib qo'yaman. Sizni kerak kelsa, men chiroyli kutib olishim kerak. Men singlim kelsa, lekin boshdan qilarsa Qilasan. Tarpollari. Qani qarab turing, siz ham opa singillaringiz keladi-yu, o'shani hunarimni ko'rsataman, tushundingizmi? Men nima qildim? Sizlar bir-birlari go'shtlari ham o'tiravringlar. Men niyatimga yetdim. Endi zakazlarimni olib ketaman. Yaxshi qolinglar, battar bo'libdi. Nima ish qilib yurganman deb. Ha, u sen bilardim qanaqa iflosligingni. Battar bo'ladi. Qarang. Yo, menga qara, bug'ib qo'yib. Ha, kelin, uxladimi? Ha, uxladi oyijon. Ha, yo'rgilab qo'ying, tinch yotadi. Yo'q, yo'rgilamayman. Nega yo'rgilamaysiz? Pediatr aytgan oyijon, bola onani qornida erkin harakatlanadi. Tug'ilgandan keyin ham uni boylab qo'ymanglar, erkin harakat qilib uxlasin degan. Ha, pediatrizga kuydirgi chiqsin. O'zi bolami boshqa ish bo'lib qoladi deb beshovga yotqizmadingiz. Beshuv bolasi bek bolasi. Nima qilib yo'rgilab qo'ysangiz?
Yo'q, yo'rgalamayman oyijon. Bilganingizni qiling. Voy, ana xotinini ushlab oldi. Ha, eriga to'ymagan qirchang'i-ya. Hay, kelin. Nima qilyapsiz? Immunitetga bolamga vitamin bermoqchiman oyijon. Nima qilasiz? Halitdan dori tiqib. Tabiiy narsalar bering, immunitet ko'tariladi. Quyruq bering. Quyruq? Bilaq? Yo'q, o'zi pediatr bilib vitaminlar yozib bergan. Voy, o'tsin shu ximikat vitaminlaringizga xommi? Bizning davrimizda pediatr degan narsa bo'lmagan. Yiliga 4 tani paqillatib tug'ib, sappa-sakotda qilib qo'ymiz, xommi? O'g'limi gormonlari yaxshi ishlaydimi? Oyijon, cho'tik ishlaydi. Ha, yashin. Hamma baloni ham bilamanmi? Sizlar bilasizlar-ku. Bitta sizlar tug'ib, bola katta qilasizlar. Yana boshlandi. Uflami yo'l. Jon Baydenning qizi. Ey, og'zim kuydi-ya. Voy. Hay kelin, bu bola bechoraga ham ona sutini bering, smes beravermang. Ona sutini ham ichsin. Hamma vitamin, immunitet bu onaning sutidan. Emmayapti, faqat smes ichyapti-da, oyijon. Smes ichyapti. Boladagi aprisi yo'q. Tayyor butilkadan oqib tushgandan keyin emmay qo'yadi bola. Qorni to'ysa bo'ldi-yu, nima farqi bor, oyijon? Voy, gapam tayyor turadi bularda. Biz ekanmiz-da, 4 ta bola tug'ib, cho'pil. 24 soat cho'pil. Sizlarning davringlarda cho'pil. Bizning davrimizda zamon rivojlanib ketgan, oyijon. Ha, rivojlanmay o'lsin. Shuning uchun ham hozirgi ko'p bolalar rivojlanmay, qoqindu bo'lib qolyapti. Yiriga tom bo'lib, laklashib. Ular o'ziga, men o'zimga bolamga javob beraman, xommi? Tfe, gap qaytaradi-ya, to'jimini, tasqara. Yo, meni gaplarimda zarracha haqiqat bormi, yo'qmi? Erta yotgin, erta turgin, yotmasang g'aflatda ham. Voy, erta yotgin, erta turgin, yotmasang g'aflatda ham. Voy, erta yotgin, erta turgin. Oyijon, erta sahardan nima qilyapsiz? Erta sahar? Soat 6 bo'ldi, kelin. Voy, odamlar qancha ishini bitirib bo'ldi-ya? Yotibsizlar sizlar, nas bosib. Turdim-ku, oyijon. Bugun tushimga onam rahmatli kirib qopti-da. O'shangiz chiqarib holva taqiyapman. Ana qo'ni-qo'shnilarga tarqatib yuborasiz. Keyin eshik derazalarni ochib tashlang, skvoznak kirsin. Ertalabda havo kirsa uyga fayzi baraka kirib keladi. Qani bo'ling, shattilning. Xo'p. Hay, kelin. Labi oyijon, nega spirga bu yoqda tikka turibdi? Hozir podizlarni sipirmoqchi edim. Spirgini tikka qilib bo'lmaydi. Ins jinslar kiradi uyga, xommi? Xo'p, oyijon. Bu uyda hamma palakat bosgan. Hay, Hoshimjon bolam, pichoqda narsa kesib yeb bo'lmaydi. Yo'q. Jinlarning g'azabi keladi. Xo'p, oy. Bular baloni ham bilmaydi-ya. Nima qilyapsiz, kelin? Tirnoq olman, oyijon. Ay, shomdan keyin tirnoq olib bo'lmaydi. Voy. Qaynonasi o'lib qolar ekan. Rostdan shunaqami? Unda qo'yaman. Hay, musor tashlama. Quyosh botgandan keyin axlat tashlasangiz, haqida har xil psixopasot bo'xtonlar paydo bo'lar ekan. Qaq tashlayman-ku. Nima qatdan bilaman? Ko'tingni tiqib ol bo'lmasa. Menga gap topasan, to'jimini. Yaman jonga tegdi-da, irim-sirimlaringiz bor-ku. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi boring. Hay bolam, ostonada xayrlash bo'lmaydi. No. Qatta xayrlashaman, ko'chada xayrlashmayman-ku. Ruhlar bezovta bo'lar ekan, bolam. Xayrlashma. Voy, biling. Mana shu irim-sirimlaringizni to'xtatasiz. Yo'qmasa men shu uydan bosh olib chiqib ketaman. Bilgan bo'qingni. Bo'pti, shu bugundan boshlab irim-sirim qilmaganim bo'lsin. Battir yo'qol chiqib ket. Bor. O'tdi-da, qaroch. Voy, komosh barsitkam qolib ketdi, olib berib yubor. Hay bolam, yarim yo'ldan qaytib bo'lmaydi. Odam chichiqoq bo'lib qolar ekan. Bonu, this is a pencil. Jonga tegdi. O'rganmayman ingliz tilini. Noisa, sen qiz til o'rganginda repetitorni uyga olib kelib qo'yibman. O'qisang bo'lmaydimi? Buvi, bitta o'zim ingliz tilini o'rganib zerikib ketdim. Nima qilishim kerak? Nima, o'yinga tushib beraymi? Buvi, insofingiz bormi? O'rtoqlarim bo'lganda zo'r o'rganardim. Demak, sen qizga boshqa yo'l tutish kerak. Boshqa yo'l tuting. Demak, bu xotin o'rganishni bilmayapti. Voy, o'rgatmayapsizmi, Lobarxon? Yo, astag'firulloh, o'rgatyapman-ku, Bonu. Aldayapsizmi? Yigitingiz bilan yurak chala tashlashib o'tirasiz bir-biringizga. Voy, o'li,
Bu yoq qanday bo'ldi? Ve shu qiz ergitiga qolsa meni boshqa joyga olib boring. Bo'ldi. Men seni hozir bitta zo'r joyga olib boraman. Bor kiyinib chiq. Labarxon, hozir kuzatib boraman sizni. Bilton, ha to'g'ri ekanman. Buvi, meni qayerga olib keldingiz? Ingliz tiliga olib keldim. Yana ingliz tilimi? Seni o'zing uyda bitta o'zim zerikmanman. Bolalar bilan qo'shilib o'rganmoqchiman deding-ku. Menga qara. Qabrdan to 5gacha ilm izla deyishgan, hamma. Abbo, bitta gapni ham to'g'ri gapira olmaysiz. 5dan qabrgacha ilm izla deydi buvi. Keyin men bu ko'ylakni jazolab oling, qanday hujumligini odamni chazmada Qani bugun men sizlarga Bilton English School bolalar o'quv markazi haqida gapirib beraman. Birinchi asosiy ma'lumot 1,5 soat emas, 2,5 soat dars bo'ladi. Onanib ketinglar. Bolalar zerikib ketmaslik uchun 3 xil xonada 3 xil ustoz bilan dars o'tiladi. Qoqinda ular. Endi bu yoqda sizlarni bolalar ingliz tilini tez va oson o'rganishar ekan. Voy, sizlar bu yoqqa bir kun olib bormasanglar, men ingliz tiliga boraman deb to'polon qilishar ekan. Nega desanglar, bolalarni zeriktirmasdan har xil o'yinlar bilan tilni tez va oson o'rgatib qo'yishar ekan. Bilton English School'da 3 ta filiali bor ekan. Uyingizga qaysi yaqin bo'lsa, olib boraverasizlar. Xo'p, bo'lmasa turib gapira qol-ya. Yo'q, sit down qilib gapiraman. Mana endi meni navaramni Bilton English School'ga kelayotganiga 4 oydan oshibdi, ustozim. Buni o'qishlari qanaqa, yaxshi o'qiyaptimi? Very goodmi yo very badmi? Yes, she studies very well. You can see yourself. Bonu, tell me about yourself, please. Yes, my name is Razia Banu. I am 5. I like studying here. Now I can read, I can speak, and I can write too. Come on, enjoy us. I love you, Grandma. Voy o'zim onani. Thank you very very much, my children. Sizga ham thank you, teacher xon. Xotin, men bu ko'ylagimni dazmol qilmabsan, o'shga kiymoqchi edim. O'sha yerda millionta dazmollangan qo'ynilaringiz turibdi, bittasini kiyib ketavering. Xo'p, mayli. Onasi, men bu oyoq kiyimimni artib ber, chang bo'lib ketibdi. O'sha yerda vlajniy turibdi-yu, artavering. Xo'p. Onasi, nima ovqat qilding? Qorin o'lgida och. Hech qanaqa ovqat qilmadim. Hech bo'lmasa tuxum ham qaynatmadingmi? Boring ko'chadan yeb keling, bo'lmasa dastavka qildiring. Mana shaxsiy turizmmanmi? Mol o'ynashni bilmasang nima qilasan tushib? Adasi kim yutyapti? Xolang bilan tog'ang yutyapti. Bo'pti, so'raling, men ham futbol rosa yaxshi ko'raman-da, o'zi bilarmidingiz? Futbol yaxshi ko'rishimni? Anaqa, adasi, men bugun siz yaxshi ko'rgan ovqat qilib qo'ydim, manda. Rahmat, umringizdan baraka toping. Da, undan keyin uylarni yig'ishtirib, dazmolla urib, kiyimlaringizga oyoq kiyimingizni ham tozalab qo'ydim. Menga qara, issig'ing yo'qmi seni? Yo'q. Voy. Shuncha ishlar qildim, kiyimlaringizni dazmol qildim, rag'batlantirmaysizmi? I feel loving you. Nima qilib rag'batlantirishim kerak seni? Anaqa, men internet magazindan o'zimga shunaqa chiroyli narsalar ko'rib qo'ydim. O'shani olib